Ekran aldırki qadirli görünmənlər yaxşımızla uzunlarda bulup atqını Kuyvar Ritim programımızı. Mən dostunla Dilnur Ablimit. Naqmaydan naqşı muzika qızqarlıq söhbətlər bilən köngüllərə uzura taqib kelayotgan Kuyvar Ritim programımızın ikinci sani yeni sizlar bilan yuz görüşdik. Bu son programımızga zada qaysi aziz mehmonimiz yetib kelgandi, qaysi yaqinlik naqshlar huzurimizda bo'lgandi, qanday qizqarlıq paranglar bizni kutib turdigandi. Biz bugungi programmamizga o'zining nadir ijodiy kuylari bilan alqishlanib kelayotgan yosh naqshchi Baxtiyor Dilshodni alay taklif qildik. Programmamizga xush kelibsiz Baxtiyor. Rahmat. Rahmat. Oldi bilan shu ekran oldidagi do'stlarimizga qimmatli salomingizni yo'llaymiz. Salom ekran oldidagi barliq aziz ko'rmanlar. Men naqsh do'stlar Baxtiyor Dilshoddan hammalarga o'tli salom. Programmamizga xush keldingiz Baxtiyor. Balkim ekran oldidagi ko'pincha do'stlarimiz sizni aytib yaxshi bildi. Shaxsan men naqshlaringizni aytib yoqtirib anglayman. Masalan, siz yaqinda e'lon qilgan kechalar, qahva idi yo'q, hikoyam, intizor qatorliq naqshlaringiz e'lon qilinishi bilan to'r dunyosida aytib yaxshi imkoniyatlarga erishdi. Bugun biz shu naqshlaringizni naqmaydan anglaymiz. Albatta, aytib hayajonlanib turibdimi? Meningcha bo'lganda ekran oldidagi do'stlarimizmi taqozo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Undaq bo'lsa, tunji naqshimizni yaqinda e'lon qilgan intizor nomli naqshingiz bilan boshlaymiz. Bo'ldi. Qiyin undaq bo'lsa, tunji bo'lib anglaydig'inimiz intizor. Gaplarimiz ancha ko'p emas, ko'zlaringni yuzolmaysan deb bilmayla qoldim bu men emas, xitob qilding shurgimma deb kuyib qoldim bu yolg'on emas, ko'zsa shuncha naslinibma deb bu sevgim düşmez, kuydursam seni şu kalbimden. Geldin ey güzel, sevgimni algaç, sevgimde kalbinge gül dizer bulun. Geldin ey güzel, sevgimni algaç, yürügümde kalbinge intizar bulun. Gaplarimiz ancha ko'p emas, ko'zlaringni yuzolmaysan deb bilmayla qoldim men emas, xitob qilding shurgimma deb ey kuyib qolding bu yolg'on emas, ko'zda shuncha naslinibma deb sevgim düşmez, kuydursam seni şu kalbimden. Geldim ey güzel, sevgimni algaç, sevgimde kalbinge gül dizer bulup. Geldim ey güzel, sevgimni algaç, yürügünde kalbinge intizar bulup. Geldim ey güzel, sevgimni algaç, sevgimde kalbinge gül dizer bulup. Geldim ey güzel, sevgimni algaç, yürügünde kalbinge intizar bulup. Yürügünde kalbinge intizar bulup.
Va nimaga yoqimli naqsha Baxtiyor? Mening bilishimcha bu naqshani e'lon qilganingiz uzoq bo'lmadi-ku deyman. Ham shu naqshani tarqitib, atslar har qaysi musiqa qutularidagi chekilish qitim soni nihoyatda yuqori bo'ldi. Ya'ni mening ko'rishimcha 4 million 120 ming qitim haqiqatan ozdan emas. Mush sonni ko'rib qanaqa hissiyat bo'ldingiz? Nihoyat xush bo'ldim, hayajonlandim. Men o'zim o'ylab baxman darajadagi bir yaxshi natija bo'ldi deb o'yladim. Demisimi bir kun 24 soat ichida bunda jiq Asan emas. Anglashishni men o'zim o'ylab baxman xiladigim chiqib qoldi. Albatta shunday bo'ldi. Demisimi haqiqatan xushallanarli bir ish bu. Demisimi hamda sizning naqsha aytishchadagi alayligingiz bo'lsin, o'zingizning uslubi bo'lsin, bizning shu Baxtiyor kasbiy naqshga o'xshaydi degan xiyolga olib keldi. Shaxsan menmi, bu biron naqshlar najab anglamabdi ekanman, qaysi naqshchidir deb o'ylab qolgandim. Keyin bilsam siz neft ishlaydi ekansiz. Shundoq. Ammo boshqa bir kasbni qilib turib naqsha musiqa sohasida bunchalik natijani qo'lga keltirish menimcha oson emas. Buning keyinida nurg'unlagan tirishchanligingiz bor, badal to'lashlaringiz bor. Endi o'sha qiziqishlaringizniki bugünkidek natija paydo qilishda menimcha bo'lganda oz bo'lmagan sizningki tirishchanligingiz bor shunaqo. Endi mush jarayondagi hikoyalaringizni bir o'rtoqlashib baqamdiq. Men kichigimda tatbiqlam shu naqsh musiqani intayin yaxshi ko'rdim. Şu to'liq o'tirib maktab o'qib qaqtimizda chiqarmayda mening Selim bovoy musiqa deb bir kichik musiqa tartim bor edi. Shuning asosiy maqsadimda shu vaqtni tatib bildi musiqa o'ynab. Shuni oliy maktab o'qigan bo'ldik. Shuni oliy maktab bitirib kelgandan keyin shu Qarman shahriga xizmat bilish neft shirkatiga qabul qilinib qoldim. Shu jarayonda xizmat boshchi bilangandan keyin idoradagi rahbarlar boshliqlarning bu naqsh musiqa bilan shug'ullanishni bilmagachgan fursatlar toz yaramay qoldi. Allohda shu ishlash jarayonida ne chiqdim idora san'at kishilik o'tkazdi shu faoliyatlarda aktiv bilan qatnashib, yaxshi ko'rgan naqshlarni aytib, mayli o'zimizning davlat tilida bo'lsin, mayli o'zimizning tilda bo'lsin naqshlar aytib, idoralarga azumga yaxshi natijalarni qo'lga kiritdim. Shu munosabat bilan shu idoralarga endi bizning oldin hisob keyin hisob deb arildi bu neftchilikda. Shu idoralar alayda g'amxo'rlik ostida meni qo'llab shu sirtqa quduq chiqmay keyin hisobda ishlaydiganlarga sen kestirib klubda chayqal naqshat qilib ishlarni qilib xizmat o'rnini alayda tanishib sharoit yaratib berdi. Kichikimda shu ota-onam sharoitni muhitda barpo qilib qo'llab quvvatlab shu uydagilarim shu yaxshi sharoitni yaratib berdi. Kunduzda idorada o'zimning xizmat qilib ishdan tushgan vaqtida kechtirim shu klub chayxonda naqsh etib bu klub chayxon naqsh etishning maqsad endi shu kichik bir sakna bo'lsa-mu o'zimning shu mashq o'zimning shu kasbiyatga mashqim chiniqtirish deb o'ylab shu hozirgacha barabar shu o'zimni ijodiyatim qilib shu xalqqa birlab sunyapman. Rahmat Baxtiyor, ana shu tirishchanligingiz, iznishchanligingiz bilan bundan keyin texmo nadir kuydiringiz bizning huzurimizga sunilg'isi. Bilishimcha yana sizning e'lon qilinishi olib turgan nurg'unlagan ijodiy kuydiringiz bor. Aqcham degan programmamiz quruq kelmadingiz. Shulardan birani sovg'at qilsaqchan. Bo'ldi. Hamishlarni alayda men taklif qilib bu programmaga chaqirgan ekan, o'zimning atayni qarmaydi deb quruq kelgim kelmadi. Bir naqshni bir sifatda davomli ko'rinmalarning huzuriga sunsam. Bo'ladi. Bu naqshaningizning ismi? Nigarim. Nigarim. Undaq bo'lsa, anglaydiganimiz Nigarim. Sahardaki bulbuldek sayrar edin gül bağda, Attır güldek hoş edin uğurlat dedi makam. Sahardaki bulbuldek sayrar edin gül bağda, Attır güldek hoş edin uğurlat dedi makam. Sana naptın şu gülüm, bulbul bu yaşuğu, saherdeki şu şebnem, ayrılmaz şimdi meşhuri.
Ayrılmazsın şoğe Ey nigarın nigarın Gülde güzel ruhsarın Seni her vakit görmeyeceğim Düşünmekçi kumarın Ey nigarın nigarın Gülde güzel ruhsarın Seni her vakit görmeyeceğim Düşünmekçi kumarın Seherdeki bulbuldek sayrar edin gül bağda Türgülde hoş edin uğurlat dedim akan Seherdeki bulbuldek sayrar edin gül bağda Türgülde hoş edin uğurlat dedim akan Sana şu gülüm bulbul yaşığı Seherdeki şu şebnem ayrılmazsın aşığı Sana şu gülüm bulbul yaşığı Seherdeki şu şebnem ayrılmazsın aşığı Düşünmekçi kumarın Ey nigarın nigarın Gülde güzel ruhsarın Seni her vakit görmeyeceğim Düşünmekçi kumarın Hey 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 Ben tüten Ey nigarın nigarın Gülde güzel ruhsarın Seni her vakit görmeyeceğim Düşünmekçi kumarın Ey nigarın nigarın Gülde güzel ruhsarın Seni her vakit görmeyeceğim Düşünmekçi kumarın Düşünmekçi kumarın Vah, rahmat Baxtiyor. Bu naqshimi haqiqatan bak yaqinliq naqshga. Men shuni his qilib qoldim, sizning tarqatgan har bir naqshingiz mayli melodiya bo'lsin, mayli tekst bo'lsin, nihoyatda yaxshi jipslashgan. Shunlashqimi har bir naqshlaringizni shu odam anglasa, tabiiyla qayta anglab ketadi. Siz burun boshqa programmalarga qatnashgan shunaq va endi bizning Kuyvar ritim programmasiga qatnashib qanaqa hissiyat bo'ldingiz? Evet, hoş buldum, xursand buldum. Şu sizning MLD kanalından bu programma o'tirib qo'yganligini xabar topgandan boshlab özüm bir hayacanlanıp yaxshi tayyorlab keldim şu anda. Bo'lsam işte programmalar texnik jiq bo'lsa, şu cemiyetimizning bizning qarmaydan bo'lsin, Urumchi va Shinjong har qancha joylarda o'sha naqmaydan musiqa o'ynaydigan, naqmaydan naqsh aytadigan nurg'un yaxshi bolalar bor. Shu bolalarga shularga fursat berib, bo'lsam shunday sahnaga chiqib, texnik yaxshi bo'ldi deb o'ylayman o'zimcha. Naytimi yaxshi dedingiz. Demismi atrofimizda naqshni naytim yaxshi aytadigan, ammo masalan musobaqalarga, sahnalarga chiqib o'zini sinab baxmagan do'stlarimiz naytim nurg'un shunaqo. Menimcha bo'lganda ba'zi vaqtlarda sahnaning cho'ng kichigi yo'q. Ashlar qatnashib o'zini bir sinab baxaning hech qanday ziyni yo'q. Shunlashqa bizning programmamizmi ana shu yoshlarni qo'llash ham ularningki shu alaylikni joriy qildirish maqsadida olib berilyotdi. Bundan keyin programmamiz ana shu yoshlarimizni davomli qarshi oladi. Rahmat Baxtiyor, bugun biz naytimi yaxshi suhbatlashdik. Shunaqla naqmaydan naqshingizdan naytimi yaxshi huzurlandik. Albatta yana davomli anglag'imiz bor, lekin vaqt munosabati bilan programmamizning vaqti to'shib qolay deb qopdi. Yana bilishimcha nurg'unlagan yangi naqshingiz bor. Bugun hamda shu yangi naqshingizdan birini programmamizning oxirida bizga azroq o'rindab berishingizni umid qilamiz.
Qanday bo'lar urdi desam? Bo'landi. Ha, undas bo'ldi. Men yaqinda ko'nish tartib tayyorlab qo'ygan bir naqsham bordi. U naqshning ismi qar yaqqan shirin kecha. Shuni men bir azroq o'rnab beray. Ma'qul. Huzurimizda qar yaqqan shirin kecha. Muhabbatning başlami qishning tunji kechasi arqadan mangdim asta shayda qilgan jilvesi atir hidi ketmaydi har bir mangan qadimi o'ynab turar özgece şirin tatlık lavleri Kar yakkan şirin gece Hemra buldu tulunay Kar astida min baskan Seni kürgen konacay Kar yakan şirin gece Hemra buldu tulunay Kar astida min baskan Seni kürgen konacak Bu naqshangizni chiroyliga baxtiyor bizning maxsus shu yomg'ir yaqqanda, qar yaqqanda anglaydigan bir naqshlarimiz bo'lgan, endi shu qar yaqqanda anglaydigan yana bir naqshimiz ko'payibdi. Bu naqshangizni cho'qim e'lon qilinishi bilan aytimi alqishliq naqsh qatoriga o'tkazib, aytimi yaxshi paranglashdik. Sizni yaxshi ko'radigan masalalarınız sizning texmo tushandi. Mush fursatda sizningki ota-onangizga, urug' tuqqanlaringizga deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Aldı bilan bugünkidek bunun şu yetiştirilmemi atanam bilen öydüklerimden arıp qarqılmaydı. Şundaqlamış kichikimden mana şu yaxshi sharoitni, yaxshi muhitni yaratmagan atanamga uydim o ballarni topshiriqi kursi bu uyda ishlam bekchaq aylanishtirdi. Bu jarayonda mushu bisimlarni menga yengiltdi. Menga kenimdan hamkorlik bergan suyumli ayolimga mushu ijodiyat jarayonida menga tiksiz bergan, muzikam ishlab bergan, men kendimni qo'llatgan kasbdoshlarimga, aka-inlarimga mushu program orqali hammasiga chuqur rahmatimni bildiraman. Rahmat Baxtiyor. Bizmi bundan keyin ana shunday nodir ijodiy kuylaringizning uzilib qolmasligini, kasbiy hayotingizning texmo dag'dan bo'lishini umid qilamiz. Ham shunday programmamizning keyingi sonlarida sizni yana ko'rishimizni orzu qilamiz. Keyingi sonlarda ko'rishaylik. Sizga rahmat. Rahmat. Ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, kuy va ritim programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Programmamizni qayta ko'rishni orzu qilgan do'stlarimiz Ko'rik televiziyasi Melodiya san'at kanali M50 Aptitali shunaqla yangi ritim Undidar saloniga diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Keyingi son programmamizda Sodiq Qaysi aziz mehmonimiz programmamizga kelganda keyingi sonni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.